Faraqat qo'lingni olib tez yur. Chitirtasiz. Uf, Lizbet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Ammo sosiramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'yib kutib oladigandek gapirmang. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendis bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'r. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendis oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansizda moshillab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichakam aytgan, "May ammangni yegan ovqatiga" deganda appendisga yuborgan. Ha, mana undan ko'ra Flavis'da yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching, 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz, ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'yni so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Oyi. Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayerga olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz, beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unab turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang, kuyov bola, operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman.